Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz sabzavotlarning turlari, kelib chiqish makonlari va biologik xususiyatlariga bag'ishlanadi. Quyidagi reja asosida darsimizni olib boramiz. Birinchi, sabzavot ekinlari va ularning guruhlanishi. Ikkinchi, sabzavot ekinlarining kelib chiqish makonlari. Uchinchi, sabzavot ekinlarining o'sish va rivojlanish bosqichlari hamda to'rtinchi, sabzavotlarning tashqi muhit omillariga munosabati. Barcha qishloq xo'jalik ekinlari, jumladan sabzavot ekinlaridan yuqori hosil yetishtirishda ham albatta rivojlanishning barcha bosqichlarini bilishimiz talab etiladi. Demak, sabzavot o'simliklarining rivojlanish bosqichlarini shartli ravishda 3 ga bo'lib olamiz. Urug'lik davri. Urug'lik davrini o'zi yana 3 ga bo'linadi. Bu birinchi tinim davridagi urug'lar hisoblanadi. Keyingi ikkinchi davr bu urug'ning bukish davri. Bunda urug'larning nam tuproqqa tushgandan keyin yoki ekishdan oldin o'tilgandagi davr hisobga olinadi. Urug'larning bukish davri o'simliklarning ekin turlarining urug'larining fiziologik xususiyatlariga bog'liq holda turli xil bo'lishi mumkin. Masalan, olaylik, eng tez urug'larni bukadigan o'simliklar bu poliz ekinlari, ya'ni bodring, qovoq, qovun, tarvuz. Bu urug'lar asosan o'zlarining unuvchanlik, o'z visini og'irligining 60% namligini o'zlashtirgandan keyin tez bukishga o'tadi. Oxirgi 3-bosqichimiz bu urug'larning nishlash davri hisoblanadi. Urug'larning nishlash davri ham albatta har bir ekin turining urug'larning fiziologik xususiyatiga bog'liq holda turlicha bo'ladi. Agar biz urug'larning nishlash davrini oddiy piyozda ko'radigan bo'lsak, bu 48-56 soat talab qiladi. Aynan urug'larni bukish nishlash davri esa bodringda 12-14 soatni tashkil qiladi. Keyingi bosqichimiz bu vegetativ davr hisoblanadi. O'simliklarning vegetativ davri bu urug'larning o'nib chiqishidan boshlanadi. Birinchi urug'larning o'nib chiqishi, ikkinchi vegetativ organlarning o'sishi va zapas qismlarning shakllanishi hisoblanadi. Bu asosan poyalarda yonshoqlarning paydo bo'lishi, barglarning rivojlanishi va o'simliklarning bir necha santimetrgacha o'sib rivojlanishida ko'zda tutiladi. Keyingisi poya va yondagi yonshoqlarning rivojlanishi hisoblanadi. Oxirgi bosqichimiz bu reproduktiv davr hisoblanadi. Bunda asosan meva hosil bo'ladigan jarayonlar, jumladan shonalash, gullash, mevalarning shakllanishi va pishish bosqichlari nazarda tutiladi. Respublikamizda sabzavot ekinlarining ayni vaqtda 50 ga yaqin ekin turlari yetishtirilayotgan bo'lsa, ushbu ekin turlari 14 ta oilaga birlashtirilgan hisoblanadi. Nimaga asoslanib biz oilalarga ajratganmiz degan haqli savol tug'iladi. Demak, biz sabzavot ekinlarini ma'lum bir oilaga birlashtirishimizda aynan kasalliklari va hasharotlari bir xil yoki o'xshash bo'lgan ekin turlari bitta oilaga birlashtirilgan deb izoh berishimiz mumkin. Masalan, sabzavot ekinlaridan birinchi karamdoshlar oilasiga ko'rib o'tamiz. Karamdoshlar oilasiga deyarli karamlarning barcha turlari, jumladan oq boshli karam, qizil boshli karam, gul karam, Pekin karami, Xitoy karami, Bryussel karami, brokoli karami, barcha karam turlari shu oilaga mansub hisoblanadi. Bundan tashqari rediska, turp, shalg'om, xren, katran, bryukva, krissalat va xantal ham ushbu karamdoshlar brassikatsiya oilasiga mansub hisoblanadi. Ikkinchi oilalarimiz seldiridoshlar, ya'ni soyabon guldoshlar oilasi bo'lib, bunga asosan sabzi, petrushka, seldiri, shivit, pasternak, kashnich va fenxil ekinlari kiradi. Keyingi oila, 3-oila bizda qovoqdoshlar, ya'ni kukurbitatsiya oilasi bo'lib, bunda tarvuz, qovun, oshqovoq, bodring, qovoqcha, ya'ni kabachok, patison sabzavotlari kiradi. Shu bilan birga respublikamizda kam tarqalgan laginariya, ya'ni idish tomosha qovoq ham deyiladi, idish qovoq ham deyiladi xalq ichida. Keyingisi lumfa, ya'ni machalka qovoq ham shu oilaga mansub hisoblanadi.
Keyin 4-chi oila bizda asosan tizimdoshlar oilasi bo'lib, bunda biz ko'p yetishtiradigan pomidor, baqlajon, shirin va achchiq qalampir, fizalis, kartoshka ekinlari aynan shu oilaga mansub hisoblanadi. 5-chi oila bizda sho'radoshlar oilasi bo'lib, bularga asosan ismaloq hamda osh lavlagi kiradi. 6-chi oilamiz bu dukkakdoshlar, ya'ni fabiatsiya oilasi bo'lib, bunda deyarli barcha dukkakli sabzavotlarimiz bu oilaga mansub hisoblanadi. Yashil no'xat, loviya, sparja loviyasi, dukkaklilar deyarli dukkaki bilan iste'mol qilinadigan mosh navlari, ya'ni poyasi tik o'sadigan, shu bilan birga dukkakli sabzavot soyalari ham shu oilaga mansub hisoblanadi. 7-chi oilamiz bu murakkab guldoshlar yoki astradoshlar deb nomlanadi. Bularga salat, qora salat, artishok bilamiz, mahalliy tilda bizda bustikon deb ataladi. Keyin estragon, ya'ni asosan bizda kam yetishtiriladi, shirolchin, tsikori, ya'ni sachratqi, indiviy sabzavot ekinlari kiradi. Keyingisi bizda asosan 8-chi oila turanguldoshlar, ya'ni buni hammamiz yaxshi bilamiz, shavul va ruvoj kiradi. Keyingi 9-chi oilamiz bu labguldoshlar oilasi. Bularga rayhon, oddiy yalpiz, issob, mayaran va chebir o'simliklari kiradi. 10-chi oilamizda pechakguldoshlar. Bunga batat, ya'ni shirin kartoshka kirib, siz bilasiz, batat asosan gektaridan katta miqdorda hosil olish imkonini beradigan O'zbekistonimiz uchun, respublikamiz uchun yangi ekin turi hisoblanadi. Keyingi oilamiz bu piyozguldoshlar oilasi bo'lib, bularga bosh piyoz, batun piyozi, pare piyozi, ko'p yorisli piyoz, shinit, oltoy piyozi, shalot va sarimsoq piyozlar kiradi. Shu bilan birga bir qancha yangi piyozning yana bir qancha navlari ham, turlari ham shu oilaga mansub hisoblanadi. Keyingi oilamiz, bu 12-chi oilamiz, bu sparjadoshlar, yana sarsabil kiradi. Boshoqdoshlarga oilasiga faqat bizda sabzavot makkajo'xorisi, ya'ni shirin makkajo'xori kiritiladi. Gulxayridoshlar oilasiga bu bamiya kiritiladi. Bamiya ham respublikamiz uchun nononaviy ekin hisoblanadi. Ayni vaqtda respublikamizda buning ham bir nechta navlari yaratilgan. Demak, biz o'rganadigan, ayni vaqtda respublikamizda yetishtirilayotgan sabzavot ekinlarining deyarli barchasi mana shu 14 ta oilaga mansub hisoblanadi. Sabzavot ekinlari hayotining davomiyligiga qarab asosiy sabzavot ekinlari 1 yillik, 2 yillik va ko'p yillikka bo'linadi. 1 yillik sabzavotlarga 1-yilda o'zida urug'idan ekilib va urug' olish yoki tuganak mevasidan ekinib, tuganak meva olish jarayonini kesib o'tadigan davr 1 yillik hisoblanadi. Bunga respublikamizda ekiladigan juda ko'p sabzavot ekin turlari aynan 1 yillik hisoblanadi. Masalan, rediska, batat, salat, tarvuz, qovun, bamiya, qovoq, bodring, barcha dukkaklilar, fizalis, pomidor va sarimsoq piyoz hamda kartoshka 1 yillik sabzavot ekin turlariga kiradi. Deyarli respublikamizda yetishtiriladigan sabzavotlarning 60-70% 1 yillik ekin turlariga mansub hisoblanadi. 2 yillik sabzavot ekinlaridan asosan sabzi, shalg'om, petrushka, selderi, karamning ayrim turlari, ya'ni asosan qizil boshli karam, oq boshli karam, brokkoli karami, Bryussel karami kiradi. Asosan ildiz mevalilardan bunga turp, shalg'om, osh lavlagi va piyoz kiritiladi. Bu ekinlar asosan hayotining 1-yilida karamboshi yoki ildiz meva hosil qiladi. Hayotining 2-yilda esa asosan urug' beradi. Shuning uchun bu o'simliklarni biz 2 yillik deb ataymiz. Demak, ko'p yillik sabzavotlar respublikamizda juda ko'p emas, lekin biroq bor. Bulardan birinchisi artishok, ikkinchisi sparja va shavel, shu bilan birga batun piyozlari hisoblanadi. Bular hayotining 1-yilda ko'k massa beradi. Hayotining 2-3, asosan 3-yilda esa asosan bular gulpoya chiqarib urug' beradi.
Bundan tashqari, sabzavot ekinlari oziq-ovqat sifatida iste'mol qilinadigan qismlari, ya'ni organlariga qarab ham quyidagicha bo'linadi. Masalan, mevalilar. Mevalilar deganimizda, ya'ni suv bo'lgan sabzavotlar kiritilgan. Bularga shirin qalampir, achchiq qalampir, qovun, tarvuz, pomidor va boshqa sabzavotlar bular mevalilarga kiradi. Dumbul mevalilar, ya'ni mevalari pishmasdan, hali butunlay pishib, fiziologik pishib ulgurmasdan oldin dumbulligida iste'mol qiladigan sabzavotlar kiritiladi. Bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchimanki, bu masalan har bir oilaga kiritiladigan sabzavot ekinlarining aslida guruhga kiritiladigan sabzavot ekinlarining oilalari turlicha hisoblanadi. Masalan, dumbul mevalarga kiritiladigan baqlajon solinatsiya, ya'ni tamaddoshlar oilasiga mansub bo'lsa, aynan dumbul mevalarga kiritiladigan kabachok, patison yoki qovoqcha deyishimiz mumkin kabachokni, bu asosan kukurbitatsiya, ya'ni polizdoshlar oilasiga kiradigan sabzavotlar hisoblanadi. Chunki poliz ekinlari bilan o'rganmasdan turib, bu ekin turlari aynan patison, kabachok va bodring dumbul mevalilarga kiritilib, bular sabzavotlar bilan o'rganiladi. Asosiy sabab bularning mevalari pishgan holatda, fiziologik pishgan holatda emas, mevalari dumbulligida iste'mol qilinadi. Shu sababdan bu ekin turlari sabzavotlarga qo'shib o'rganiladi. Keyingisi bizda asosan piyozlilar. Bularga piyozning barcha turlari, bundan tashqari sarimsoq piyoz ham o'sha piyozlilarga kiritiladi. Keyingisi ildiz mevalilar. Ildiz mevalilarga deyarli barcha ildiz mevali sabzavotlar kiritiladi. Demak, turp, sholg'om, sabzi, oshlavlagi, buryukva va qator sabzavotlar ildiz mevalariga kiritiladi. Keyingisi bu tuganak mevalilar. Tuganak mevalilarga respublikamizda eng ko'p yetishtiriladigan kartoshka, batat va topinambur kiritiladi. Uzoqlab o'tib ketishim kerakki, topinambur sabzavot ekinlariga kiritilmaydi. Bizning 14 ta oilamizda yo'q. Hilantus tuberozis deyiladi. Asosan bu chet el adabiyotlarida topinambur tuganaklari sabzavot sifatida iste'mol qilinganligi uchun bu 15-oila sifatida kiritilgan. Hilantus tuberozis deb nomlanadi. Keyingisi bu poya mevali sabzavotlar. Nima uchun aynan bular poya mevali sabzavotlar deb ataladi? Bu sabzavotlar ildizdan keyin poya hosil bo'ladigan joydan boshlab semirib, bular meva hosil qiladi. Ya'ni poyasini o'zi mevaga vaqt o'tishi bilan mevaga aylanadi. Shuning uchun bu guruhda poya mevali sabzavotlar deyiladi. Bundan ayni vaqtda respublikamiz uchun noaniv bo'lgan yangi ekin, ya'ni ko'lrabi karami yetishtiriladi. Aynan ko'lrabi karami shakli o'zgargan, poyasi o'zgargan mevali sabzavot deb hisoblanadi. Keyingisi bizda asosan to'pgulli sabzavotlar. Bular asosan aynan guli iste'mol qilinadi. Bularga gulkaram va brokkoli karamlari kiradi. Bugungi mavzumizning asosiy mazmuni shundan iborat. Mavzu bo'yicha sizlarda tug'iladigan savollar bo'lsa, albatta platformaga yozib qo'yishlaringiz va biz tomonidan javob olishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.